Marhamat. Osmon aksi daryoda, gullar bo'yi samoda. Kabutardek charxurib, sevgi uchar dunyoda. Kabutardek charxurib, kabutar yordam qilish kerak, bir-birini ko'rib turish kerak. Mana shu yerda bir shoir do'stimiz Musulmonjon o'tgan nimada yaxshi bir she'r aytgan edi. Shuni ikkinchi serasini aytib bersin. O'sha o'rtaga chiqay o'sha. Doskaga chiqing, doskaga. Gapiring qani? Oldiroq. Baland ayting. Bahor keldi bog'larda, sho'x bulbullar sayraydi. Tog' adirda qirlarda qo'y qo'zilar yayraydi. Tog' barada ochilib gullar, keksa yoshni o'ziga chorlar. Keling do'stlar bir bo'lib, tog' bag'rida chiqaylik. Baland tog'lardan gul lolalar teraylik. Gul lola bir bahona, birdan suhbat quraylik. Yoshlik damlarini ortda qoldirib, keksalik haqida biroz so'ylaylik. Ustoz ma'lum derdilar, bolalarim sizlar yosh, bir-biringga bo'ling bosh. Hali vaqti keladi, 10 ta qo'yni so'ysang ham hamma birga bo'lolmas. Bu gapning ma'nosini endi tushunib yetdik. Qani endi davrada olimjonu samandar, hayon ketdi shoshilib, umurzog'i uzoqboy, Mamalatif do'stimiz bo'lsa hamki o'zi yosh, bo'lar edi elga bosh. O'tganlarni eslamoq, orqaga nazar tashlamoq. Do'stim Abduvali hoji, Allohga aytib salovat, o'tganlar haqida o'qiysiz bir talovat. Rahmat. Yaxshi kunlarga do'stimiz bilan, jo'ralarimiz bilan qo'shilibsan. Ziyorat joylariga dam olishga sayohatga chiqqanmiz. Mana bugun Jizzax viloyatini, Baxmal tumanini mana shunaqa joylarni ziyorat qilyapmiz. Mana Ko'klam, Lola qizg'aldoq ochilgan. Bu do'stlarimiz bilan mana bugun erta bilandan dam olishga chiqib, do'stlarni mana mehr oqibatlari bilan baham ko'rishib, o'tirishib, dam olishib, Olyapti, ha? Aytavering. dam olishib o'tiribmiz. Bu kunlarni parishon qilmasdan Allohdan so'raymiz. Mana shu kunlar yaxshi kunlarni ko'paysin. Do'stlarimiz, jo'ralarimiz yana bundan ham ziyoda bo'lsin, ko'paysin. Bularni xonadonlarga tinchlik, omonlik, o'zlariga sog'lik, salomatlik, mana shu bola chaqalarning huzur halovatini ko'rish hammamizga nasib o'zi aylasin. Bir qisqa talovat o'qing endi shu haqiga jo'ra. Mana o'tgan do'stlarimizni shu bir esladik. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrohmanir rohim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkibetül muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ushbu Qur'oni Karim oyatlarining savobi samaralarini Alloh taoloning rizolik bilan Hazrati Odam tamsafildan Nuh nabiylarining Ibrahim xolosida Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh qoladi. Shoriyalarning a'zolarini ruh qoladi. Mana shu hammamizning umidyor bo'lgan ruh qoladi boshlaydik. Mana o'tib ketgan mana shu sinfdoshlarimizni ruh qolarga boshlaydik. O'yam shu qabrlar nurga to'lsin, joylar jannatdan bo'lsin, o'tganlarni اللهم احفظ والوالدين والاستاذ وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Hojat biroq. Shofirimizga ham duo qiling. Shofirimizga ham shu Rashidjon ham ishqib yo'llar ravon bo'lsin. Mana shu do'stimizga rahmat. Mana shu o'zlari sinfdoshlar, bizlar sinfdoshimiz bo'ldi. Ilohim bu kishini ham shu oilalarda birlik, xotirlik. Juma, baqara, Muhsin. Xotirlar oltin bo'lsin. Muhsin.
Allohumma salli Yo'ldosh o'tiring. fil avvalina va oxirina va fil malaik ala iyam. Biringizga 1500 so'm. Bo'ldimi qani? Buraya qani? Oldimmi o'zi? Bosgan yo'q ishlar. Bo'lma. O'tyapti mana. 518. Mana to'xtam mana bu o'tayap yaxshilab. Mana u. O'tayap yaxshilab mana lolarni olgan nima qilgan? Oho, ana, qara. Mana. Qara. Oho. Yo'ldoshdan gapiring. Xudo bo'g'lyapman mana. Ha, xo'p, Jo'rajon. Ana. Yo'lda jo'ramni ham mana. To'yg'unjon. Bosh she'ringizni ayting, mana she'ringizni qani nima edi she'r? Ayting. Birinchi muhabbatim edimi qani? Birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Ya albatta bo'lgan, birinchi Qayda bo'lgan? o'zimizdan bo'lgan.